Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga avtovebinarni qo'llashni o'rgataman va bu orqali siz har kuni o'zingiz ishlamagan holda sotuvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ekspert ham ko'p ishlamaydi va prodyuser ham ko'p ishlamaydi. U bitta siz vebinar syomka qilib turib, uni avtomatlashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, bo'ldi. Shuni o'zi yetadi, sizga avtomatik sotuvlar kelib turadi. Bu eng zo'r ishlaydigan jihati bu hech qanaqa bloksiz ham sotsangiz bo'ladi. Sovuq auditoriyani isitish uchun ham ko'pchilik avtovebinar formatidan foydalanadi. Lekin O'zbekistonda juda ham kam odam foydalanadi. Endi bozorga kirib kelyapti. Shuni sizlarga bugun o'rgatmoqchiman. Va yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bu videoni hech qanaqa operatorlarsiz, kamerasiz olyapman telefonda shunchaki. Chunki zapus juda ham stressli, vaqt ko'p oladigan jarayon bo'lgani uchun blogga video yozishga juda ham vaqt kam bo'lyapti. Shu sababli shunchaki hozir yakshanba kuni ishga keldim. Bu darsni odamlarga foydali bo'lishini, ko'pchilik bu narsani o'rganib turib, zapuskni bilmaydigan odam ham bu narsani o'rganib turib, amalda qo'llasa zo'r sotuvlarga erishsa bo'ladi. Chunki men noldan boshlab to vebinarda sotuv bo'ladigan etapigacha bu video darsda sizlarga tushuntirib beraman. Qanaqa instrumentlar kerak, qanaqa xodimlar kerak bo'ladi, necha pul xarajat tikish kerak bo'ladi, qaysi etaplardan o'tiladi, hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Agar tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Bitta vebinar nima deydigan bo'lsangiz, mana hozir hamma bozorda vebinar o'tadi. Webinar o'tganda bitta Telegram kanalga 20 ming, 30 mingta, 100 mingta odam olib kiriladi. U bir hafta, 10 kun progress qilinadi, undan keyin webinar bo'ladi. Webinar 3 kun bo'ladi, 2 kun bo'ladi, 1 kun ham bo'lishi mumkin. Jonli efirda bo'ladi. U payti hamma narsa live bo'ladi. O'sha zahoti, o'sha yerda o'zida sotuvlar qilinadi, dars o'tiladi, har xil o'yinlar, rubrikalar qilinadi va hokazo. Ana endi xuddi shu narsani biz avtomatlashtirishni o'rganamiz. Odamlar xuddi jonli efir ko'rayotgandek ko'rib turaveradi, lekin aslida bu narsa yozib olingan bo'ladi. Yozib olinganini hech kim bilib o'tirmaydi. Agar siz zo'r, to'g'ri ishlaydigan bo'lsangiz va buni bilsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Atak bildirmagan yaxshi. Chunki futbolni ham mana jonli ko'rib o'tirsangiz boshqacha. Jonli televizorda qandaydir ko'rsatuvlar yoki konsertlarni ko'rib o'tirsangiz boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun ham siz bu narsani avtomat bo'lib turganini bildirmasligingiz kerak obunachilaringizga. Birinchi navbatda kimlar qilishi mumkin bu narsani? Istalgan sohadagilar qo'llashi mumkin, o'qituvchilar bo'lishi mumkin, har xil zamonaviy kasb egalari bo'lishi mumkin, quruvchilar. Istalgan produktni avtovebinar orqali sotsa bo'ladi. O'zi avtovebinarning foydasi nimada? Shu narsani sizlarga tushuntirib o'tay. Avtovebinar, umuman webinar bu odamlarni qizdirish uchun, ularni og'riqlariga yechim berish uchun, ularni qiynab kelayotgan savollarga o'sha webinarda hammasiga javob beriladi, og'riqlari, qo'rquvlari yopiladi. Ana undan keyin ularda sotib olmaslikka hech qanaqa sabab qolmaydi va sotib oladi. O'sha joyda qizib turgan joyda va maxsus takliflar bilan sotib oladi. Avtovebinar ham xuddi shu narsa, odamni qizdirib sotib olishga undaydigan bitta instrument. Zapusk o'zi faqat webinardan iborat emas. Zapusk mana avtovebinarni qo'llasangiz ham bu zapusk bo'lib ketaveradi. Zapusk shunchaki biror bir produktni bozorga olib chiqib sotish. Xo'p, kimlar qo'llasa bo'ladi degan savolga javob berib o'tdik. Hamma sohada istalgan kasb egalari qo'llasa bo'ladi. Keyingisi bizda qancha sotuv qilish mumkin? Zapuskda, umuman biznesda qancha sotuv qilish mumkin? Cheksiz. Siz to'g'ri strategiya tanlasangiz, to'g'ri yo'ldan boradigan bo'lsangiz va mehnatni ham shunga yarasha qiladigan bo'lsangiz, cheksiz sotuv qilsa bo'ladi. Har qanday sohada. Yangi boshlayotganlarcha qancha sotuv qilish mumkin? Bu bir qancha faktorlarga bog'liq. Bu siz bilimingizga bog'liq, ekspertni bilimiga bog'liq, uni xarizmasiga bog'liq, byudjetga bog'liq. Agar siz byudjetingizni to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsangiz, ekspertiz ham kuchli bo'lsa, o'zingiz ham bilimingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha bir haftada $1000 sotuv qilsa bo'ladi. Xarajatingiz o'shaning 20% bo'lishi mumkin. Yangi kirib kelganda 20% deganda, demak $200 bilan $1000lik sotuv qilsa bo'ladi. Bemalol qilsa bo'ladi hozirgi sharoitda. Ya'ni oldin undan ham $100 bilan 1 million, $50 bilan $1000 qilsa bo'ladi sotuv. Endi hozir sal bozor o'zgardi. Bitlar qimmatdan tushib boshladi. O'shaning uchun sizlarga
hech qachon bu hech narsadan qo'rqib o'tirish kerak emas. Bu yerda sotuv qilolmay qolaman degan narsani umuman miyadan chiqarib tashlash kerak. Shunchaki to'g'ri instrumentlardan foydalanib, byudjet to'g'ri yo'naltirilsa, sotuv albatta bo'ladi. Va yana bitta narsa, birinchi martada agar sotuv o'xshamasa, avtovebinar formati tushmasa, bu yomon narsa emas. Chunki men o'zim bu narsani avtovebinarni qo'llayotganimda 3 oycha nolda yurganman. Ya'ni pul tikaman, o'zi bilan o'zi bo'lib turavergan. Tikkan xarajatimga yarasha pul tushgan, bo'ldi. Ortig'i ekspert ham, men ham pul olmaganman. Ana undan keyin lekin oyiga 8 ming, 10 ming, mana o'zimizni foyda shunaqa bo'lib turgan. 8 ming, 10 ming biz foyda olib turganmiz o'zimizga avtovebinar orqali. Va eng qizig'i, men ishlaganman, bitta sotuvchi ishlagan, bitta targetolog ishlagan, ekspert bo'ldi. Boshqa hech kim ishlamagan. Bitta sotuvchi bilan haftasiga 100 ta sotuv qilinardi o'sha payt avtovebinar formatida. Xo'p, endi keyingi mavzuga o'tamiz. Qancha pul kerak? Keyingi slaydda bizda qancha pul kerak? Istalgancha. $50 bilan ham siz shunchaki reklamaga kerak bu narsa. Reklamaga, targetga tikiladigan pul bu yerda inobatga olingan. Endi komanda, sizga komanda ham juda kerak bo'lmaydi, chunki men hozir sizlarga o'rgataman, qanaqa qilib o'sha target kreativlar ssenariysini yozishgacha, landing pejlari AI orqali tayyorlashgacha hammasini sizlarga o'rgataman. Va undan keyin siz maksimal ishchi kuchini kamaytirib, maksimal xarajatni kamaytirib sotuv qilsangiz bo'ladi. Ana undan keyin yana bitta narsani inobatga olish kerak bu yerda. Xo'p, targetdan tashqari o'sha ishlaydigan ishchilar xarajatini siz sotuvdan keyin ham bersangiz bo'laveradi. Bunga kelishasiz, shunchaki o'sha odamni ishontirib kelishasiz. Risk qilasiz. Agar sotuv bo'lmaydigan bo'lsa, yoningizdan to'laysiz o'sha narsa. Lekin albatta 90% hollarda sotuv bo'ladi. Demak, qancha pul kerak degan narsaga to'xtalib o'tdik. Minimal $50 bilan bu yoqda cheksiz byudjetingizga qarab pul sarflasangiz bo'ladi. Faqat bu yerda byudjet to'g'ri yo'naltirilishi uchun siz o'sha berayotgan offerlaringiz zo'r bo'lishi kerak. Offerlari og'riqlardan kelib chiqib, analizdan kelib chiqib, agar tayyorlaydigan bo'lsangiz, sizga ancha lidlar arzondan tushadi. Qanday amalga oshiraman? Qanday amalga oshiraman degan savolga mana hozir sizlarga eng qiziq joyiga yetib keldik. Amaliy tarzda ko'rsatib beraman. Hamma etaplarini men yozib chiqqanman. Noldan boshlab u sotuv yakunlanguncha etaplari bor. Xmindda u narsani sizlarga ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Xo'p, demak, avtovebinar davom etamiz. Bizda mana 3 ta bo'lim bor. Qaysi platformada qilamiz? Varonkasi qanaqa bo'ladi va nima resurslar kerak? Mana shu 3 ta eng asosiy narsani bilib olsak bo'ldi. Xo'p, qaysi platformada qilsak bo'ladi? Bizda mana ikkita eng asosiy ishlatiladigan platforma bor. Bu Bizon va YouTube. YouTube hamma biladi, YouTube ko'pchilik biladi, lekin Bizonni bilmasligingiz mumkin. Bizon ham xuddi bu o'sha special webinar o'tkazish uchun qilingan platforma bu. Bizon. Bizonda endi qulaylik jihatlari bor. Mana hamma informatsiyalar bo'ladi. Kontakt olish oson, qancha o'tirgan, nima komment yozgan, hammasini ko'rsa bo'ladi. O'sha odam mana webinar boshlangandan to oxirigacha qayerda ko'rdi, qayerda chiqib ketdi, qanaqa komment yozdi, telefon nomeri, ism familiyasi, hamma narsasi bo'ladi. Bizonda informatsiyalar turadi. Siz uni PDF qilib chiqarib olib turib, sotuvchilaringizga berib sottirsangiz bo'ladi. Va tagida oxirida knopka chiqarsa bo'ladi. Bizonda o'sha webinarning oxirida ro'yxatga yoziling, o'sha ro'yxatdan o'ting degan narsalarni qo'shsa bo'ladi. Demak, Bizon lekin pullik. 1000 kishiga $100 atrofida pul to'laysiz. Ya'ni 1000 ta odam qatnashsa $100 pul to'laysiz Bizonga. Bizonning minus tarafi bor. Bu internet yaxshi bo'lmasa qotishi mumkin. Undan keyin o'sha link ustiga bosganda sirazi kirib ketmaydi. Qandaydir ekran oqarib turadi. O'sha ustiga bosib olish kerak bo'ladi. Ko'pchilik shu narsani bosa olmay turib, oqargan ekranni ko'rib o'tiradi. Kimdirlar bilmaydi. Xo'p, endi bizda YouTube qulay jihati kirish oson, shunchaki linkni bosadi, kirib ketaveradi. Odamlar uchun juda ham oson bu narsa. Pas internet bilan ham ishlaydi, internet tez bo'lmasa ham ishlaydi, lekin kontakt olib qolib bo'lmaydi. Unda YouTube'da tagida oxirida webinardan keyin knopka chiqara olmaysiz, Bizondagi kabi. Va informatsiyalar olib bo'lmaydi YouTube'da, ya'ni bitta odam qancha vaqt o'tirdi, nima komment yozdi, nimalar unga qiziq bo'ldi va hokazo narsalar ko'rib bo'lmaydi YouTube'da. Va yana qulay jihati bepul va cheksiz.
cheksiz odam o'tirsa bo'ladi YouTube'da streamda va bu narsa bepul. Ikkala platformada ham qilsa bo'ladi. Boshlanishiga tekin varianti sizlar YouTube'dan foydalanishingiz mumkin. Ko'p hollarda hozir hamma YouTube'dan foydalanadi. Chunki unga kirish qulaylik jihatdan ancha bezondan oldinda. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, varonkasi qanaqa bo'ladi? Eng asosiy narsa. Demak, biz reklama bilan ishlaymiz. Ya'ni hech qanaqa storiesda paragraf bo'lmaydi, boshqa joylarda paragraf bo'lmaydi, faqat bizga reklama kerak bo'ladi. Xo'p, reklama qanaqa reklama kerak bo'ladi bizga? Reklamani qaysi turidan foydalanamiz? Demak, target reklamasidan foydalanishimiz mumkin, influence marketing, ya'ni blogerlar bilan ishlashimiz mumkin va organika. Organika bu o'sha o'zimizni releaslar orqali chiqarib turib, chat place'larda ishlatib turib, organikani kam deyarli pul sarflamagan holda yoki shunchaki oddiy releasda gapirib turib, biz 15-kuni mana bunaqa darslar bo'ladi. Uni ko'rish uchun profil shapkasiga o't va hokazo shunaqa narsalardan foydalansak bo'ladi. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, endi yana davom etamiz. Bu reklamalarda mana varonka reklamani ko'rdi, target reklamani ko'rdi yoki bloger reklamasini ko'rdi yoki organikani ko'rdi, landing page ga o'tish kerak. Xo'p, bu landing page qanaqa bo'ladi desanglar, landing pageda sizni o'sha kursingiz haqida, ya'ni o'sha webinar haqida, endi webinarga tortyapsiz siz. Webinar haqida ma'lumot bo'lish kerak. Чтобы reklamani ko'rib o'tdi, landing pageda keyingi etapga o'tishga majburlaydigan so'zlar bo'lish kerak. Og'riqli nuqtalar, misol uchun ingliz tili o'rganib yurganlarda nima og'riq bor bo'lishi mumkin. Yillardan beri ingliz tilini o'rganadi, lekin 6,5 dan ko'tarila olmaydi. 8 ola olmayapti, grant yuta olmayapti va hokazo. Demak, shu narsani siz qo'yishingiz kerak. Landing page'ingizda yillardan beri ingliz tilini o'rganib kelasiz, lekin ballingizni 6,5 dan ko'tara olmayotgan bo'lsangiz, ushbu webinar aynan siz uchun. Shu kabi qo'ysangiz bo'ladi. Yoki arab tili bo'ladigan bo'lsa, misol uchun arab tilida qo'ysangiz bo'ladi landing page'iga. Qanaqa qilib 29 kunda arab tilida bemalol o'qishni o'rgataman deb turib qo'yish mumkin. Qanday qilib bu yerda 29 kunda o'rgataman deyapti. Qanaqa qilib o'rganishni o'rgataman deyapti. Ya'ni qanaqa etaplardan o'tsa bo'ladi, 29 kunda o'rganish mumkin. Shu offerlarni qo'ysangiz, landing page'ingizdan keyingi etapga, ya'ni uni knopkasini bosib, sizni o'sha webinar bo'ladigan kanalingizga o'tadi odam. Landing page, demak, landing page'iga o'tdi, mana reklamalarni ko'rdi, landing page'iga o'tdi. Ana undan keyin landing page'dan biz Telegram kanal yoki Telegram botga bo'lishimiz mumkin. Ikkalasida ham, kanalda ham, botda ham biz paragraf qilsak bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil ishlaydi. Bot hozir zo'r ishlayapti. Men ishlatayotgan loyihalarda bot yaxshi ishlayapti va buni ishlatish juda ham oson, yaxshi samara beryapti. Xo'p, demak, siz reklamangizni ko'rdi, landing page'ga o'tdi, landing page'dan Telegram kanal yoki bot. Ana undan keyin nima bo'ladi? O'sha Telegram kanalingizda yoki Telegram botingizda 3 kun siz ularni paragraf qilishingiz kerak. Ya'ni ular sovuq auditoriya, ularni isitish uchun, ularda ishonch hosil qilish uchun siz 3 kun ularni paragraf qilasiz. Va bu paragrafda nimalar qilinishi mumkin? Sizni oldingi o'quvchilaringizni o'tsiflarini qo'yishingiz mumkin. Yokidan agar u bo'lmaydigan bo'lsa, webinarga paragraf qilishingiz mumkin. Webinarda nimalar o'tilishi, nima og'riqlarga yechim berilishi, nima bonuslar bo'lishi, hammasini ochib berishingiz kerak bo'ladi o'sha 3 kunda. 3 kunning o'zi yetadi avto webinarga. Va undan keyin biz 3 kun paragraf qildik. O'sha webinarni o'tkazamiz. 3 kun paragraf bo'ldi, webinar vaqti etildi hammaga va eng qizig'i o'sha Telegram kanalda bo'ladigan paragrafni ham avtomatlashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Shunchaki postlar yozasiz, ChatGPT bilan birga ishlaysiz. Yozasiz, har kuni 3 ta 4 ta post yetadi. Dumaloq video, o'sha og'riqlarga yechim bergan golos bo'lishi mumkin yoki shunchaki matn bo'lishi mumkin. 3 ta 4 ta postda o'zi yetadi bir kunga. Demak, sizga 3 kunga 15 ta post yetadi. Va ana undan keyin webinarga olib kirasiz odamlarni. Webinar bo'ladi, o'sha avto webinar bo'ladi, uni ham avtomatlashtirib qo'yasiz. Ya'ni YouTube'da, Bizonda bu narsani qilsa bo'ladi. 20:00 da mana shu syomka qilib olingan webinar videosini siz avtomatlashtirib qo'yaverasiz. Bo'ldi. Odamlar ko'rib o'tiraveradi.
hech kim hech narsani sezmaydi. Даже o'sha syomka qilayotgan paytinglarda komment yozinglar, qanaqa bo'lyapti. Xuddi jonli vebinarga o'xshatib o'tish kerak bo'ladi faqat. Xo'p, vebinar bo'ldi. Vebinardan keyin siz ulardan info olasiz, informatsiyasini olasiz, ya'ni kontakti, telefon nomeri, email bo'ladimi, boshqa Telegram username bo'ladimi, olasiz va undan keyingi etap bizda aloqaga chiqasiz. Telefon qilib turib, sotuvchingiz yoki o'zingiz agar ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, endi boshlayotgan bo'lsangiz, o'zingiz aloqaga chiqib, shunchaki telefon qilib turib, ularga produktingizni sotasiz. Xo'p, endi shu yerda juda ham ko'pchilik odamlar savol tug'iladi. Vebinarni qanaqa shaklda tashkil qilaman? Vebinarni qanaqa o'taman? Webinar syomkasi qanaqa bo'ladi? Agar avtomatlashtiradigan bo'lsam, qanaqa syomka qilish kerak va hokazo. Buni eng oson yo'li shunchaki 30 ta odamni, mana men qanaqa syomka qilib dars o'tyapman sizlarga. 30 ta odamni bitta Telegram kanaliga olasizda, o'shanga jonli efirda dars o'tib berasiz. Jonli efir qilib turib, ularning ovozlarini mute qilib qo'yib, ya'ni o'chirib qo'yib turib, dars o'tib berasiz. Xuddi shu narsani zapis qilib olib turib, qo'yib bersangiz bo'ladi. Boshqa odamlar. Ular komment yozadi, 30 ta odam dars ko'rib o'tirgan, boshqa narsa qiladi, hamma narsa qiladi. Xuddi o'sha narsani, ya'ni 30 ta odam bo'lishi nimaga? Komment yozish uchun, sizga o'sha ощущенияni berib turish uchun, ya'ni vebinarni his qilib turishingiz uchun, jonli bo'layotganini, odamlar ko'rayotganini his qilib turishingiz uchun bu narsa kerak, ya'ni 30 ta odamni shunchaki Telegram kanaliga, yopiq kanalga olib o'tdingiz, o'z tanishlaringiz, boshqa o'quvchilar bo'lishi mumkin. Shunchaki tekin dars o'taman deb turib, ularga o'sha narsani o'tib berasiz, zapis qilib yozib olasiz va u narsani qo'yib berishingiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar sizda professional komanda, production hamma narsa bo'ladigan bo'lsa, buni studiyoga borib, webinar qanaqa o'tiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa webinar o'tib, uni syomka qildirib, 3 ta kamera bo'lsa zo'r, chunki xatolar, boshqa gapirgan joylaringiz kesib tashlab, keyingi planga, keyingi boshqa kadrga o'tkazib turadi va bunda o'sha yozib olingani bilinmaydi. Xuddi shunaqa webinar o'tsa bo'ladi. Endi webinarda nimalar bo'lish kerak degan savol bo'ladigan bo'lsa, u uchun ham men bitta dars tayyorlayman. Xudo xolasa, agar kanalimni kuzatib tursanglar, uni ham joylayman. Ya'ni nimalar bo'lish kerak webinar ichida, qanaqa mavzular bo'lish kerak, qanaqa og'riqlarga yechim berish kerak, hammasini, qanaqa strukturalar qo'llaniladi, hammasini men sizlarga darslik qilib tayyorlab beraman. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Shunchaki Telegram kanalimga linkini tashlayman, undan ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, yana davom etamiz. Endi bizda oxirgi bo'limimiz qoldi. Nima resurs kerak o'zi bizga? Xo'p, ikkita resurs kerak, xodimlar va instrument. Endi qaranglar. Xodimlar degan joyiga, agar sizda professional komanda bo'ladigan bo'lsa yoki komanda qilmoqchi bo'lsangiz, bu sizga kerak bo'ladi. Xodimlar, qanaqa, kimlar ishlatilishi. Agar noldan boshlayotgan, endi bozorga kirib kelib, o'zingizni mahsulotingizni sotmoqchi bo'lsangiz, xodimsiz ham bu ishni qilishni o'rgataman. Demak, birinchi navbatda copywriter va prografchi kerak bo'ladi. Copywriter o'sha Telegram kanalingizga postlar yozib beradi, prograflarni qilib beradi. Webinargacha bo'lgan etapda va webinardan keyin sotuvga prograf qilib beradi. Xo'p, saytolog bot yasovchi. Siz landing pejlaringizni, botlaringizni yasab beradigan odam. Siz agar botda qilmasangiz ham bo'ladi, shunchaki Telegram kanal ochib turib, u yerda odamlarni yig'ib avto webinar qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Bot yasatish $20-30 bo'lishi mumkin. Va saytolog sizga landing pejlari qilib beradi. Xo'p, landing pejda ham qilsa bo'ladigan AI bor, Lovable AI degan. Unda siz istalgan landing pejda bir 4-5 tasini bepulga qilsangiz bo'ladi. Undan keyingi ko'proq qilmoqchi bo'lsangiz, pulli bo'ladi. Narxi ham unaqa qimmat emas, $20. Xo'p, u AI men sizlarga landing page qiladigan AI mana shu yerda qayerdadir chiqarib qo'yaman. Xo'p, keyin bizga kerak bo'ladi webinarlar Bizon bo'yicha texnik odam, ya'ni Bizonda webinar o'tkazsa yoki Instagram, YouTube'da webinar o'tkazadigan bo'lsak, o'shani nastroyka qiladigan odam kerak bo'ladi. Endi qarang, buni o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Qanaqa qilsa bo'ladi? Shunchaki ChatGPTga yozasiz, YouTube'da qanaqa qilib avto webinar o'tkazsa bo'ladi. Sizga hamma etaplarni chiqarib beradi. To'g'ri prompt berish kerak faqat. YouTube'da men avto webinar qilmoqchiman. Qanaqa qilsam bo'ladi? Menga YouTube'da stream qilishi, o'sha narsani avtomatlashtirishi qadamlarini o'rgat desiz, shunchaki yozib beradi
bir kun 2 soat 3 soat vaqtingizni ajratib bu narsani ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin Face Expert. Bizga ekspert kerak bo'ladi. O'sha darsni o'tadigan, vebinarni o'tib beradigan odam. Agar u odam o'tib bera olmaydigan bo'lsa, Face shunchaki bitta Face topib turib dars o'tkaztirsangiz yoki masalan qurilishlar, klinikalarga bu narsani qo'llamoqchi bo'lsangiz, Face yaxshi rol o'ynaydi, Face yaxshi ishlaydi. Chunki Face chaqirib turib, zo'r xarizma bilan dars o'tib, o'sha og'riqlarga, hamma muammolarga yechim berib o'tadigan bo'lsa, ancha auditoriya isida sotib oladi. Targetolog target yoqish uchun kerak, kreativlarni tayyorlash uchun kerak bo'ladi. Agar sizda targetolog bo'lmasa, targetni ham o'zingiz yoqsangiz bo'ladi. Shunchaki Facebookda bitta stranitsa ochasiz. Qanaqa target yoqsa bo'ladi deb turib YouTubedan qidirsangiz, 15 minutlik video darsda bu narsani o'rgatib qo'yishadi. O'shandan o'rganib turib qilsangiz bo'ladi. Faqat qarang, bu professional bo'lmaydi. Bu aytayotganim mana o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, professional darajada zo'r chiqmasligi mumkin. Hozir bu videoni o'sha targetolog yoki boshqa professional ishlab yurgan odamlar ko'rayotgan bo'lsa, aytish mumkin. O'zi qilsa bo'lmaydi-ku, piksellar qanaqa o'rnatadi va hokazo deb turib. Buni mana men aytayotgan narsa targetolog yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana alternativ kerakda odamga. Targetologim yo'q, bo'ldi, men target yoqa olmayman yoki webinar o'tkazadigan odam yo'q, webinar qanaqa o'tkazaman, yuravermaslik kerak. Shunchaki qilib ko'rish kerak bu narsalar. Xo'p, targetologsiz va hokazo narsasiz mana men o'zim ham target yoqib zo'r summa tushirganman. Agar kimdir kelib turib menga targetologsiz yoqsa, ishlamaydi bu instrument desa, men shu odam bilan birga bir gaplashib, o'zim o'sha narsani targetni yoqib, sotuv qilib ko'zini oldida isbotlab beraman. Nimaga bu narsani aytyapman? Chunki istalgan ekspert, bilimi zo'r ekspert bu narsani qo'llab pul topsin, bilimini monetizatsiya qilsin degan ma'noda aytyapman. Xo'p, keyin production. Sizga production kerak bo'ladi. Production bu o'sha videolaringizni, vebinarlaringizni o'tkazib beradigan odam. Videolarni montaj qilib, boshqa narsa qilib beradigan odam. Endi production yo'q bo'ladigan bo'lsa, unga pulingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimdek 30 ta odamni bitta kanaliga yig'ib turib, xuddi mana shunaqa qilib turib, telefoningiz kamerasini qo'yib, dars o'tib bersangiz bo'ladi. Bu juda ham oson narsa. Zoomga kirasiz, shunchaki kompyuterni yoqasiz, prezentatsiyangizni ochasiz, darsni o'tasiz. Xo'p, undan keyin bizda grafik dizayner kerak bo'ladi. Grafik dizayner nimaga kerak? Bu asosan o'sha kreativlarda ishlash uchun kerak. Target kreativlar, rasmli kreativlarda bu odamni ishlatsangiz bo'ladi. Telegram, Instagramda obloshkalar qilishda, botlarga o'sha description picture avatarkalar qilish uchun kerak bo'ladi. Grafik dizayner siz ham bemalol ishlaysiz. Undan tashqari webinarni prezentatsiyasini ham grafik dizayner qilib beradi. Juda ham zo'r, chiroyli, professional chiqadi dizayner qilsa. Va siz ham o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Mana men hozir qanaqa prezentatsiya chiqarib qo'yaman? Hech qanaqa endi grafik dizaynersiz bu narsani chiqarib qo'ymayman. Chunki agar grafik dizayner unga production, videochilar olib kelib turib, hozir hammasini olib kelib turib videoga oldiradigan bo'lsam, bu juda ham ko'p vaqt oladi mendan. Qilmay yuraveraman bu narsa. O'shaning uchun o'zim bilan maksimal kurashib, sizlarga foydali narsa berish uchun shunchaki telefonimni selfie kamerasini yoqdim, shtativga qotirdim va dars o'tayman. Siz ham bu narsani qo'llaysiz, bemalol bo'ladi. Oddiygina mana yozuvli prezentatsiya bilan dars o'tsangiz bo'ladi. Muhimi siz berayotgan ma'lumot zo'r bo'lishi kerak. Bilimingiz zo'r bo'lishi kerak, xarizma zo'r bo'lishi kerak. Undan keyin, xo'p, bizda keyingisi sotuvchi kerak bo'ladi. Telefon qilib turib, o'sha lidlar bilan ishlab sotadigan odam. Xo'p, u bilan qanaqa kelishsangiz bo'ladi? Qarang, o'zingiz sotsangiz ham bo'ladi bu narsani aslida. O'zingiz o'tiribsiz, shunchaki ishdan keldingiz, 3-4 soat vaqtingizni ajratib, o'zingiz yaxshi sotasiz produktingizni. Telefon qildingiz, odam ko'taryapti, qarasa, o'sha ekspertni o'zi. Siz tushuntirib berasiz produktingizni. Tushuntirib berasiz odamga yoki Telegramdan yozib gaplashishingiz mumkin. O'sha avtovebinardan keyin kontakt olinadi-ku, username olsa o'sha Telegramdan yoki oxirida menga yozing degan narsalar qo'yishingiz mumkin Telegramdan. Siz yozishasiz o'zingiz. Agar bu narsaga o'zingiz vaqtingiz yetmaydigan bo'lsa, shunchaki sotuvchi olasiz, uni ishga yollaysiz, sotuvdan pul ajratib beraverasiz. Manimcha foiz bo'ladi senga. Hozir juda ham ko'p odamlar ish topolmay yuribdi. Manimcha foiz bo'ladi senga, mana ish o'rgatasiz, unga o'sha produktingizni tushuntirasiz va sotkazasiz. Endi instrumentlar. Bizga nima instrument kerak bo'ladi? Prezentatsiya kerak bo'ladi. Webinar o'tish uchun
Telegram bot yoki Telegram kanal kerak bo'ladi. YouTube kanal Bizon. Telegram kanal deganda, Telegram kanal ochgandan keyin uni eng asosiy narsa bor. Negativ emojilari o'chirib qo'yish kerak. Shu narsani unutmanglar. Chunki bizda ko'p anaqa bo'lganmiz, panteganmiz. Negativ emojini o'chirmasa, odam ko'p kirib qolgan va ular negativ emoji bosib ketgan, kanalni o'chirib olmaymiz va o'sha postni o'chirib olishimizga bizga to'g'ri kelib qolgan. Xo'p, bundan keyin bizga YouTube yoki Bizon o'sha platforma kerak bo'ladi va vebinarni yozish uchun studio yoki shunchaki darsxona. Bu shunchaki siz uyingizda ham bo'lishi mumkin. Vebinarni yozish uchun dars o'tadigan bo'lsangiz, siz shunchaki bitta doska olasiz 150 ming 200 ming so'mga. O'shanda dars o'tib bersangiz ham bo'ladi yoki shunchaki prezentatsiyani ochib dars o'tsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, aziz do'stlar, mana shu narsalar edi bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim. Avtovebinar qanaqa formatda bo'ladi, nimalar bo'lishi kerak ichida, hammasini men sizlarga tushuntirdim deb o'ylayman. Agar yana qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozasizmi, telefonimga lichkamga, Telegram kanalimga yozasizmi, maksimal javob berishga harakat qilaman. Agar iloji bo'lsa, videoga like bosing, uni yaqinlarga yuborib qo'ying. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, komment yozib keting. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Men bilan shu yergacha kelganinglar uchun sizlardan juda ham xursandman, minnatdorman. Rahmat, sog' bo'ling.